Ba'zan to'g'risi charchab ham ketadi odam. Bola chaqa deymiz, ish deymiz. Ertalab chiqqan kimdir savdo qiladi, kimdir ishlab chiqarish qiladi, kimdir hunarmand, kimdir dehqon, kimdir arava yetalayapti, kimdir taksi qilyapti. Bundoq qarasangiz rizqini qidirib yuribdi-da. Uyga kelganimizda hech narsa yoqmay qoladi. Bola chaqamiz gapi ham yoqmay qoladi. Charchadim deymiz. Ba'zan noliymiz charchaganimizdan. Hozir men sizlarga bir hadis o'qib beraman. Mana shu hadisni eshitgandan keyin charchaganingizda xafa bo'lish o'rniga xursand bo'lib qolasiz inshaalloh. Bu hadis Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan, Imom Tabaroniyda kelgan hadis. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki: "Man amsa kallan min amali yadayhi amsa maghfuran lahu." Qarang, kim mehnat qilib, bola chaqani boqaman deb tashvish qilib, halollik bilan harakat qilib, charchab, uxlab shu kunda tong ottirsa, ertalab gunohlardan mag'fur bo'lgan holda uyg'onadi dedilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Ota bo'lib bola chaqingizni boqishlik, ona bo'lib bola chaqingizni boqishga harakat qilishligingiz va siz kelib charchab yotishligingiz, shu tunda charchoqlik bilan tong ottirishingiz gunohlarni mag'fur bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun ham dinimiz azizlar mehnatga chaqiradi, battollikdan qaytaradi. Halol mehnat qilsin, kasb kamol qilsin, hamma halol xizmat qilsin deb aytadi.